Assalomu alaykum aziz obunachilar, Nusra kanalidan shaddiy kuzatib boruvchi aziz qadrdon do'stlar. Mana bugun yana bir yangi ish kunimizni boshlab oldik. Bu galgi manzilimiz Andijon viloyati Izboskan tumani. Shu ekanmiz. Bu joylarni kimlardir eslasa 2-3 oy oldin podvalidan boshlab tepasigacha olib chiqqan edik. Shu birinchi etajda to'xtatgan edik, sismalarni qo'yib qo'yib. Endi mana ikkinchi etajni dashi davom ettiryapmiz. Gazabloylarni urib, mana sisma kolonnar egillariga yetib keldik aziz qadrdonlar. Bir qator qurilish taxnavolari va qilingan ishlar xarajatlar haqida ma'lumot berib o'tamiz. Bundan oldin bitta like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Kimdadir shunaqa xizmatlar bo'ladigan bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilaverasizlar. Noldan boshlab beton qurish, resurs, shuvoz, tashkil, sisma kolonna shunaqa qurilishga oid korobka holatigacha bo'lgan ishlarni qilib beramiz hammasini. Albatta, apalavka, mishalka, instrumentlar hamma yo'l bilan borib, komplet instrumentlar bor. Xizmat qilib beramiz. Xizmatlar asosan Andijon viloyati Izboskan yaqin joylarga borib xizmat qilib beramiz. Tamom bo'lmasa biz arzon qilishni boshladik. Like bosib obuna bo'lishni unutmanglar. Aziz obunachilar, mana bu joyda qilgan ustamiz G'olibjon. Mana yaqinda ham qo'ydik videosini. Endi mana bu yerdan ham oldin noldan ko'targan mana shu ustalar. Endi ikkinchi etajni qilyapmiz. Usta, yaxshimisiz? Bir qator informatsiya olamiz ustadan. Usta endi bu ikkinchi etajdan boshladik-ya. Xudo xolasa birinchi o'rinda qilingan ishlardan birinchi filta bosishda qanchadan olindi filtalar, qanchadan boshqalar shularga qator ma'lumot bersak. Filtaning общий olingan summasi 38 million so'm bo'ldi. 38 millionga filta olindi. Nechta dona filta keldi bu yerga? 38 ta. 38 ta filta. 38 nacha 1 milliondan to'g'ri kelgan filtalarimiz. Endi bu yerga aviaskalarimiz, ha? Aviaskamiz 115 metr aviasiya quyildi, 80 ming so'mdan. 80 ming so'mdan qo'yib berdik. Endi filtamizni bosish narxlari qancha bo'ldi asha? Filtamiz 60 ming so'mdan bosdik. 60 mingdan donasini bosib beribdi qadrdonlar. Endi bu yerga gazabloylarimiz qanchadan olindi? Gazabloyimiz 1378 ta gazabloy ketdi, 16,5 ming so'mdan olindi. 16,5 mingdan gazabloylarimiz olindi. Usta pullarimiz qanchadan urib berdik? Usta pulimiz 7 ming so'mdan olindi. 7 ming so'mdan azizlar. 7 ming so'mdan urib berildi. Endi olingani usta pullari qancha ketdi bunga? Qancha gazabloy olib kelindi mana shu joyga? 1378 ta. 1378 ta gazabloy. Aviomimiz akalar 20 ga 12 metrli joy, berk magazin. Ko'ryapsizlar, ikkinchi etaj yarmi magazin, yarmi uy bo'lyapti. Xo'sh, endi sisma kolonnalarimiz qanchadan bo'lyapti? Shularni bir qator yoritsak, mana ikkinchi etaj. Sisma kolonna, regel hammasi общий 120 mingdan bo'lyapti. 120 mingdan gazabloy uchun uy beryapti. Sisma kolonna, hamma pirminchiga bir xilda narx ketyapti, qo'yib qo'yib ichida aytadilar. Mana hozirgi kunda qilayotgan ishlarimiz shular. Birinchi etajlarda ham xudo xolasa полный obzor qilganmiz. Mana shu usta va usta berilgan. Narx-navo kimgadir shunaqa xizmatlar keraksa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Hozirgi kunda Nurstroyda 5 ta jamoa bor. Xudo xolasa ishlaringlar tez va sifatli qilib beradi. Aziz obunachilar, endi xonalar bir qator полный razmerlarini obzor qilib o'tib ketamiz. Mana aziz obunachilar, bu razmerlarimiz bunaqasiga 5 metr eniga, bunaqasiga 20 metr joyga tushgan. Uyimiz u boshdan bu boshiga 20 metr, u tomonda 4 metrli bitta darvozaxonamiz bor aziz qadrdonlar. Mana bu yer lestnitsa temirdan bo'ladi. Bu tomoni aziz qadrdonlar pasti ham uy, mana bu tomonda uy bo'lyapti. Bu tomon ertadan keyin xonadan eshik qo'yilgan, ikkinchi etajga chiqish uchun. Tashqi tomoni bu yer do'kon yoki qanaqadir o'quv markazi yoki tirketash shunaqa narsa bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu ko'cha yo'lni bo'yi mana ko'ryapsizlar, maktab, asfalt yo'l. Buning uchun shunaqa qilingan, bu tomonda yashash uchun qilingan. Ertadan keyin qo'rqsa agar bo'lmasa ham magazinda boshqa narsa qilsa ham mana xotlar qo'yib ketilgan. Zapaski xotlarimiz aziz qadrdonlar. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar 20 metrlik joyga uylar falan regel bog'lab ketganmiz. Sisma kolonlar regellarga mana aziz qadrdonlar 18 lik megavat armaturalardan 8 talik qo'yilgan aziz qadrdonlar. Yo'q, 6 talik qo'yilgan ekan. 5 metr joyga mana kolonna regellarni qo'yyapmiz. Mishalkalarda cho'tki qilib udoqlarni tayyorlab beryapmiz. Ustakalarimiz ishiga baho berib ko'rasizlar. Mana bu yerda endi apalapkalar tikilyapti. Shu regellar bog'lab qo'yamiz. Ertadan keyin bo'linishi ham mumkin. Shuning uchun regel bilan ham bog'lanyapti, ham ertadan keyin sheydan bo'lsa, xonalar katta-katta bo'ladi.
Mana bu yerimiz 20 metr. Bunaqasiga 6 metr. Tagi bu tomonni tagi podvali ham bor. Birinchi etaj magazin, ikkinchi etaj ishlab chiqarish. Eng tagi podval. Podvalimiz bilyardxona yo kompyuterxona shunaqa narsa bo'ladi. Chunki bu yerda ko'ryapsizlar, mana maktab o'quvchilari shunaqa katta 42-maktab bor. Bu yerdan ko'rayotgan bo'lsanglar, bitta xotimiz bor. Bu xotimiz aziz qadrdonlar chiqish uchun ertadangi qo'qqisi yo ishlab chiqarish yo bir narsa bo'ladigan bo'lsa, bu tomonda ko'cha bor, ko'rsanglar. Mana ko'chamiz. Shu yerdan temir lestnitsa bilan chiqib bu yerga chiqiladigan bo'ladi va shu tomondan bu yoqqa chiqiladigan bo'ladi. Ikkinchi etaj uchun va bu yerda bitta xona. Bu xonalar qilib qo'yganmiz, ertadan keyin eshikni bekitib qo'ysa ham bo'laveradi, ichkaridan yashasa ham bo'laveradi, lekin polniy splashni arendaga beradigan bo'lsa ham, bu yer misol uchun bitta oshxona, ishlab chiqarish bir narsa bo'lsa, ovqatlangani, netgani bitta xonalari bo'ladi. Albatta bitta qo'shimcha xonasi va ikkita katta zali bo'ladi. Shuning uchun shunaqa qildik, bu yerda bekitib, xudoolasa cho'tki qilib, seysmokolondan ham qo'yib tayyorlab, tayyor qilib, xudoolasa tez kunlarda uydagilarga topshiramiz. Mana ishlarimizga bir baho berib ko'rasizlar, gazobologlari hammasini o'ta chiroyli qilib, go'zal qilib urib berganmiz. Presslarini ham o'zimiz mana shu yerda maslahatlashib, do'kon uchun qilib berganmiz aziz qadrdonlar. Pastda ham shu 3 ta bo'g'imi bor, magazin, har xil sartaroshxona, qassobxona, shunaqa narsalarga moslangan, shtabi pul keltiradigan joy qilinyapti. Mana. Endi hozir bir qator pastlariga ham tushib obzor qilamiz. Tashqi ko'rinishlari bu hozir 2-etaj, 1-etajdan tashqi ko'rinishlarini ham ko'ngli obzor qilamiz. Mana aziz obunachilar, bu tashqi tomonimiz, magazinimiz 2-etaji. Darvozaxonalar, 1-etajimiz, mana magazin. Tagida podval bor. Bu yerga keyin shu manetiga ikkita beton qo'yib, uni piltani o'rnatamiz. Sababi tagiga pastga tushadigan lestnitsa qilib. Tagida podvalimiz bor. Podvalimiz ham shu 2,5 metr atrofida podval bo'lgan, bemalol bosh tegmaydigan bo'lib, yo 2,5 metr yo 280 mi shunaqa normalniy odam boshi tegmay balandgina bo'lgan. Ko'rayotgan bo'lsanglar, mana shunaqa bo'lgan. Keyin podvalimizni ham ko'rayotgan bo'lsanglar, qo'shni tomonga ziyoni tegmas uchun kavlatganda bu yerdan bu yoqni kavlatib, podvaldan chiqib olgandan keyin mana beton ko'ryapsizlar. Bu yoqqa o'tib olganmiz, yaxlit beton tagini splashni chiqqandan keyin bu yoqqa o'tkazib turib, bu yerdan bitta beton qo'yganmiz. Mana uni ham bekitib qo'yish uchun bitta beton qo'yamiz. Podvalimiz sal kaltaroq bo'lib qolgan shuning hisobiga. Chunki bu tomondagi uyimizni fundamentiga ziyon bermas uchun shunaqa zazor qo'yganmiz. Samsung kavlaganda cho'kdi. Ontar bo'lmas uchun qilingan. Yerimiz katta magazin yo yaxlit bo'ladi yo 3 ga bo'linib 3 xil do'kon bo'ladi aziz qadrdonlar. Qilingan obzorlarimizni oxirigacha ko'rganlar uchun hammaga kattakon rahmat. Kelgusi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar.